Tolga o'xshash yaproqlari sabab o'zbeklar tolgul deb ataydigan oleander butalari O'zbekistonning deyarli barcha hududida manzarali gul sifatida yetishtiriladi. Uni hech qachon uy ichida tuvaklarda parvarish qila ko'rmang. Uning xavfi o'ta jiddiy bo'lib, u o'limga sababchi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga o'simlikning zaharli xususiyatlari o'simlik qurigandan keyin ham qayta ishlashning har qanday turi bilan yo'qolmaydi. Butaning barcha qismlari zaharli bo'lib, ular tarkibida ko'p miqdorda glikozidlar va zararli organik birikmalar mavjud. Falokatli o'lim uchun oleander bargini chaynashning o'zi kifoya bo'ladi. Ko'zlarga tasodifan oleander sharbatining bir tomchisi tushishi ko'rish qobiliyatini yo'qotish bilan yakunlanadi. Ushbu butaning shoxlari bilan hech qachon olov yoqmang. Ushbu buta sabab zaharlanganlar juda ko'p. Hatto tarixda ommaviy zaharlanishlar ham bo'lgan. Bulardan biri Aleksandr Makedonskiy askarlari bilan bog'liq. Qo'shin O'rta Osiyo hududidan Hindistonga qarab harakat qiladi. Yo'lda ular oqshom tunash uchun olov yoqadilar va taom tayyorlaydilar. Olovni yoqish uchun chiroyli butalar kesib kelinadi. Askarlar ovqatlanadilar va uxlaydilar, lekin tong otgach jangchilarning katta qismi qaytib uyg'onmaydilar. Do'zax daraxti degan nom qozongan ushbu butalarni ko'plab davlatlarda ekish taqiqlangan. Sizga ham ushbu butani uy va kvartira sharoitida parvarish qilishni aslo tavsiya bermayman.